Yashash yaxshi, yaxshi yashash undan-da yaxshi. Bu yerlarda nima qilib yuribman o'ziga zerikib ketdim boru. Mayli, nimayam derdim. Zerikdim, mana bularni qaranglar. Xo'p, sandig'imda nima bor ekan, hammasi joyida. Bu yerda qilarli ish yo'q. Men hozir sandig'imda nima ko'rdim? Kitob. Tinidan nima degani bu? Xo'p, do'stlar, nima ekan bu? Biron bir asn bo'lmasa bo'ldi endi. Xo'p, qandaydir asn o'qib qo'ymadim ekan, ha? O'qib qo'ysam, ha? Tunda kelib turib meni o'ldirib ketib. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Niyatimizni yaxshi qilamiz. Xo'p, to'xtanglar. Hech kim eshitib qo'ymasin. Mana bu. Xo'p, o'qiymiz. Yana bir Tinidan deb yozilganda qanday endi bu? Tinidan. Ana bu do'stim Tinimi? Yo'q. O'shanda qaqadir borib turib qaytmagan edi endi. Bilmayman. Mayli. O'qiymiz. Xo'p, Violet. Men Tiniman. Esingda bo'lsa, hozir men zombilar bilan urushga ketyapman. Agar qaytmasam, ulardan qasos ol. Iltimos, sen albatta yutasan. Nima degani bu? Demak, tushunarli. Tini menimcha zombilar bilan urushga ketayotgan bo'lishi mumkin. Va u yerdan qaytmagan. Nima? Tini eng yaqin do'stim edi. Qasos ol dedi. Zombilardan men albatta qasos olaman u do'stim uchun. Xo'p, tomorqada arig'idagi maxfiy bunkerda. Nima qayerda bo'lishi mumkin? Xo'p, nima bo'lsa ham tayyorlanib borish kerak endi. Endi amaliy ko'rishga borib kerakki. Bu tomorqaga ham kelib oldi. Endi u maxfiy bunker qayerda bo'lishi mumkin? Bu yerda emas. Mana bu qanday? Balki bu o'sha bunkerdir. Xo'p, sakraymiz. Qanday? Xo'p, o zombilar. Sandiqda nima bo'lishi mumkin? Xo'p, nezirit aslahalar, totem. Mayli, hammasini olamiz. Albatta do'stim Tinidan qasos olaman. Xo'p, ichkaridan nima? Yopamiz. Xo'p, kiyamiz yoki mana uni kiyamiz va oyoq kiyimini ham kiyamiz. Totemni ham olamiz. Ichkaridan ekan. Xo'p, endi va zombilar jangga albatta yutaman. Do'stim Tini bittasi minus. Ketdi. Vayni chaqib yuribsiz. Vayni chaqib. Qasos olaman. Tini, do'stim Tini. Yerga kel. Lanatli zombi. Tepaga chiqib ursamki, yo'q, chiqishga qo'ymayapti bular. Shu yerdan turibmiz. Qasos olaman. Nechta kelib qoldik. Xo'p, mana buni o'ldiramiz. Mana buni oxirgisi. Biz yutdik aziz do'stlar. Menimcha Tini bu yerda o'lgan bo'lsa kerak. Lekin ularni uni o'ldirgan zombilardan qasos oldik. Endi har doim zombi ko'rsa albatta o'ldiramiz. Hozir ko'chada zombi ko'rsa o'ldirib qo'yamiz. O'zimni jasur his qilaman. Zombilar qayerda shular? Mayli, bu yerda paydo bo'lgan bo'lsa kerak. Adreski paydo bo'lmagan bo'lishi mumkin. Mayli, lekin Tinining ruhi shod. Uni aytganini qildik. Va mana bu. Iltimos, sen albatta yutasan. Motivatsiya ham bergan. Do'stlar. Lekin zombini ovozi eshitilyapti qayerdandir. Nima bo'ldi? Men uyga kiraman va nima o'ylashni ham bilmayman. Bir tarafdan Tini o'lgan, bir tarafdan esa ulardan qasos olgan. Xursand bo'laman yoki xafa. Nima qilishni bilmayapman. Hamma aziz. Bugun shu joyda o'zingizni yetadi. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, keyingi savollarga qoldiring. Men esa bu yerda jimgina o'tiraman.